Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Made Germaniya. Razmeri 26 razmerda, ramani metali temir. Ballonlari ham radniy holatda, faralari. Mana bu dinamga yonadi, mana. Orqa faralari ham mana dinamga yonadi. Bagajlar, egarlar gelvi. Egarda aybi mana shu joyda ozgina yirtilgan joyi bor. Aybi shu, qolgan aybi yo'q. Oldi savatlar, 7 talik Shram S7 apparati. Mana Shram S7 apparat. Shram S7 mana ko'rishlaringiz mumkin. Shram apparat, ichi ochilmagan garantiyali apparat mana. Shram S7. Bu 26 Cobra deydi, laqabi Cobra. Buni 28 ham bor, bu 26si bu. Qasqonlari alyumin, dur alyumin bo'ladi. Bagajlari ham dur alyumin. Holati o'ta ideal holatda. Mana ishlashlari ham, apparat ishlashlari ham zo'r, garantiyasi bilan beramiz. Holati ideal holatda. Kimga shunaqa sifatli velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada plus belgini qoldirib ketsanglar, narxini aloqaga chiqamiz. Narxi bo'yicha, dastavkalari narxlari bo'yicha aloqaga chiqamiz. Telegram, WhatsApp, Imo hamma imkoniyati bor. Shu nomerda, pastdagi nomerda bemalol murojaat qilaverasizlar.